Til cemiyetinin mühim alaqı quralı. Kişiler muş alaqı quralığı tayinib bir-birini düşünüdü, hissiyat almıştırdı. Şuna tilin doğru düşünüş, doğru qo'llanish intayin mühim. Bunun için ədəbi tilinin söz baylığını əks ettirib, onun ma'na alayliklərini təfsili to'liq sharhlab beradigan, tushuntirib beradigan bir izohli kitobning bo'lishi to'limiz yurib. Şinjan Xalq Nashriyati yaqinda nashr qilgan hozirgi zamon Uyg'ur tilining izohli lug'ati dal bizning amaliyatimizda tilin to'g'ri qo'llanish, tilin to'g'ri qo'llanishga yetakchilik qilish, ifodalashga yetakchilik qilish jihatda nihoyatda muhim qurolliq ahamiyat ega. Bugungi suhbatimiz mush kitob haqida bo'ladi. Bugungi suhbatimizga Şinjan Xalq Nashriyati Uyg'ur tahrir bo'limining mudiri oliy muharrir Mehmetcan Mahmud apandini, Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonlik Millatlar Tili Xizmat Komiteti tadqiqot markazining oliy tadqiqotchisi Hamdullah Abdurahman imom apandilarni taklif qildi. Uyg'ur xalqining til saviyasini yuqori ko'tarishda zo'r ahamiyatga ega. Bunun inç halkalarına ait bir dikkat kıldınız. Hazır zaman Uygur tilinin uzak lügatına şu yeni tertipler kirgizildi. Mehmet Çakem'de siz şu hazır zaman Uygur tilinin uzak lügatının ki mesul muharrir buluş tutunuz ölen. Muşu lügatının kandak ehmiyeti ikelliğini tüzüşüne. Onundan başka bu lügatının ki hem alaylıklarının ki zaten kayıs tarafta öz ifadesini tapkallığını bir təliq etken bolsanız. Hozirgi zaman Uyg'ur tilining izoh lug'ati degan bu cho'ng hajmlik hozirgacha nashr qilgan Uyg'ur til lug'atlari ichida so'zlik soni jihatdan bo'lsin, hajmi jihatdan bo'lsin, zo'r bir qurol kitob. Bu Uyg'ur tilining so'z vuli, Uyg'ur tilining cho'ng iskalati deyishga bo'ladi. Endi hozirgi zaman Uyg'ur tilining izoh lug'ati bu ilgari bir nashr qilingan. Ammo yaqinqi 10 yil mobaynida biz jamiyatning ehtiyoji, til aloqa qurollarininki hozirgi zamon ehtiyojiga asosan buni qayta nashr qilishni o'ylashdik, ham plan qildik. Hozirgi zamon Uyg'ur tilining izohli lug'ati dal hozirgi zamon Uyg'ur tilining til lug'atlari ichidagi eng mukammal, hajmi bir qadar cho'ng til lug'atlarining biri. Bu lug'at til aloqasida Uyg'ur tilini qiliblashtirish, Uyg'ur tilidagi so'zliklarni umumlashtirish, har millat xalqining, jumladan Uyg'ur xalqining til saviyasini yuqori ko'tarishda zo'r ahamiyatga ega. Demişim bugungi kunda xalqimiz, ko'rman do'stlarimiz mana shunday bir o'lchamlik, qiliblik, umumiylikka ega bo'lgan bir lug'atninki barliq kelishga to'lamo tashna edi. Halbuki bu emgek ecir mihrintinler arkalık ahire royap çıkıptı. Bunun için avval sizlerge rahmet eytemen, hem sizlerini tebrikleymen. Hamdülillah til insanların ki mühim alaq quralı bunu hemimiz bilimiz. Til emdi muş cemiyetten terakki kılış, terakki kılıp, mükemmelişi beyip, cemiyetin her qaysi sağlarını meydan koyan yeni şeyi, yeni hukumlarını özü mücessemlep aks ettirip kişilerin alaq ihtiyacı uyg'unlashi degan. Ondaqda bu qatam nashr qilingan hozirgi zamon Uyg'ur tilining izoh lug'ati nomli bu lug'atga qandaq yeni tarkiblar kirgizildi. Endi siz shu hozirgi zamon Uyg'ur tili izoh lug'atining bosh tuzgich ekansiz. Cho'qim lug'atning tuzilishining boshdan oxir xizmatlariga shundaqlar buning inch halqalariga oid ko'p diqqat qildingiz. Mushaqda ko'rman do'stlarni mühim bir uçlarga ega qilgan bo'lsangiz. Bo'ldi. 1999 yildan ta hozirgacha shu bir tomliqqa kirgizilmay, shu yangi izoh lug'atga ulgurgan so'zlarni xil ko'p. Masalan, heroin, sariz, aydis, chilanchi, chilanchilik, olmichi, olmichilik, e'lonchi, e'lonchilik, yang'oqchi, yang'oqchilik, sholchi, sholchilik, bo'rdoqchi, bo'rdoqchilik, uloqchi, uloqchilik, chiroqchi, chiroqchilik, chang tuzan so'mirgich, tuzan so'mirgich, bustartqich qatorliq yangi so'z atog'ilar shu bizning hozirgi zamon Uyg'ur tili izoh lug'atimizga izohlab kirgizildi. Shu adbiy tilidagi nurg'un so'zlar bir tomliq, avval bir tomliq so'zlar lug'atga tushib qolgan. Tushib qolgan so'zlarni bu qatam izohlab shularning izohlarini to'liqlab
xato ketib qolganlarni shu tuzitib kirgizdik, qildik. Uningdan boshqa yana tushib qolgan fan texnik atalg'ilari, dialekt so'zlari, Uyg'ur hunar kasb atalg'ularini bu qatam shu Uyg'ur tilining bir tomliq Uyg'ur tilining izohlovatiga izohlab kirgizdik. Bir tomliq Uyg'ur tilining izohlovati burunqi ba'zi siyosiy iqtisod atalg'ani, masalan, kapitalizm degandek so'zlarni izohlagan vaqtda ayni vaqtda shu chog'dagi nuqta nazar bo'yicha bular bizda salbiy tusni shariylash. Hozir hamda mana yangi tuzilma siyosiy islohot yo'li qo'yilgandan keyin hamda kapitalizm, marksizm, leninizm degandek so'zlarga larning izohatini tangshirdik. Burunqi tuzilgan bir tomliq izohlovotniki nurg'un misollari fikrdi. Shu chog'dagi kitoblarda shunday bir xil miskinlik, tushkunlik, bir xillik fikrlik var bir cümlede. Bir xil mandaq canlı emri misallar yok. Bu qatam biz mushunaq misollarni hozirgi zamanda qo'llanayotgan misollar almashtirdik. Turli shart belgilar, mushlarda egiz pasliklar bo'lyapti. Mushlarni men vaqtim tuzib ketdik. Onundan başqa bu o'tganki bir tomliq lug'at burunqi imlo lug'ati asosan tuzilgan. Yangi nashr qilingan hozirgi zamon Uyg'ur tilining izoh lug'ati yangi nashr qilingan Uyg'ur tilining imlo lug'atiga asosan tuzildi. Undan başqa biz hozirgi zamon Uyg'ur tilining izoh lug'atining oxiriga nurg'un jadvallarni qo'shimcha berdik. Buning ichida hozirgi zamon Uyg'ur tilida ishlatilayotgan qo'shimchalar, so'zlashtirish qo'shimchalar, so'z so'zligich qo'shimchalar degandek, mushu jadvallarni berdik. Uningdan boshqa burishlar va yulduzlar. Uningdan boshqa mo'challar. Uningdan boshqa Mendeleyev jadvali ato ilmetlarninki davriy jadvali ala ve devletler ve ulanın paytaxtları, ölçem birlikleri, pul birliklerim kirgizildi. Onun başka anikin xalqaro tavuş ölçem birlikleri. Yani yakında tuzilgan hozirgi zamon Uyg'ur tilining izoh lug'atiga mush yangi tarkiblar kirgizildi. Bu masala mı? Yaxshi sharilni yangi so'zlardan boshqa yangi ma'nolarni kirgizdi. Bu jarayonga to'xtab 3 yil vaqt ketdi. Yana qarasam shu ma'lum bir so'z izohlangan vaqtda shu so'zningki hattoki qaysi hunar kasbga, qaysi fanga tava ekanligini iborat bu masala mı? Yaxshi sharilnibdi. Buningda yangi so'zlardan boshqa yangi ma'nolarni kirgizdi. Masalan, jur'at degan so'zni o'tganda biz mushtaq odam ismlarini jur'at, qaysar degan so'zlarning shu leksik ma'nosini bergandik. Shu chog'da ba'zi desakmi hammasiga berib ketayapmiz. Ba'zida tushib qolibdi. Bu qatim biz mushu so'zlarniki odam ismlarini qo'shib berdik. Masalan, jur'at deganga keyingi ma'nosi arlarning ismi degandek. Shu izchil bo'lmay kelgan mushundaq tushib qolgan ba'zilarni biz mushu bir tomliq Uyg'ur tilining izoh lug'atiga izohlab kirgizdik. Albatta lug'at bo'lgan ekan, u yildan yilga tuzgan siri mukammallashadigan gap, tuzgan siri beydigan gap, kishining aloqa ehtiyojiga moslashadigan gap. Bu lug'atda endi ilgirki bu lug'atning ilgirki nashr nusxalarida bo'lmagan nurg'un taraflar bor ekan. Buni ayt yaxshi tahlil qilib berdingiz. Unda vaqtida Abdulla aka mukammal tuzilgan izoh lug'at bir millatning ma'naviy madanilik turmushidagi zo'r bir burilish, bir mo'jiza deb qaraladi. Buningdan nashr qilingan, yangi nashr qilingan hozirgi zamon Uyg'ur tilining izoh lug'ati til boyligimizningki ma'na tushunchalarini, aloyliklarni qanchalik darajada yo'ritib bera oladi? Biz hozirgi zamon Uyg'ur tilining izoh lug'atida mushu kishilar mush lug'atning o'zgarishlarini, so'zlarning o'zgarishlarini yaxshi tushunsin deb so'zlarninki yeniga shaxslar egilik kelish, shaxs qo'shimcha qo'shilgan vaqtda ojizlashmaydigan yerlarni tutib berdik. Masalan, ojizlashmaydiganlarni biz shu tirnoqni ichiga yeniga, shu so'zning yeniga
Ayzlaşmaydigan pete şu sözünü yazıp şu köstüp aldık. Tavşan aciz sarısı görülmeydi o degan. Görülmeydi o tertip bilen, sözler. Anondan keyin sozulup okulduğun sözlerni, mesela aradan ara degan paylıqqa bir narsani qisib qilgan qilsa ara. Bu Talaffuzning tütün farq qiladi. tüm farq qildi. Garchi yozish o'xshash bo'lsa-mu, bu so'zlarniki nimada farq bor. Mushunaq so'zlarga biz shu so'zning yeniga o lug'atdan foydalanuvchilar texim yaxshi foydalansin deb, ashning yeniga so'zlish belgisini berdik. Bu demak shu lug'atning foydalanish qiymatini yuqori ko'tarishda so'zni she'rlab berish bilan birga so'zni ilmiy holda tunishga foydasi bor deb qarayman. Mehmet aka tütünning ochiqini mo'ri bildi degandek endi mushundaq bir katta yirik bir asarni nashr ro'yobga chiqarishinglarga nurg'un ajr mehnatda ketgan bo'lsa kerak. Undaqda bu lug'atni tuzish, tekshirish, tayyorlash xizmatlari qanday ishlandi? Mush lug'atni necha yil ichida nashr qilib taqatinglar? Dünya Xalq Nashriyati nashriyat rahbarlarining qo'llashi bilan Uyg'ur tarix bilimdagi yo'ldoshlarning yaqindan yordami bilan bu lug'at ro'yobga chiqdi. Ishlab chiqarish jarayonini bir jadval shaklda tamomlash bosqichlariga bo'lib oldik. Tuzilib bo'lgandan keyingi originalni akilib mas'ul marralarga berishdan ilgari biz hozirgi nashriyatchilikda oliy unvondan yuqori bir necha muharrirlarni taklif qilib, to'pisidan o'qitib bekitkizdik. Arliqda nurg'un masalalarni bayqidi, bir qism evitish tegishli mazmunlarni bayqagandan keyin kirgizish tegishli mazmunlarni bayqidi. Bu masala ko'rilgandan keyin televizor komitetiga bu tadqiqotchilar bilan, tuzuvchilar bilan qayta bir maslahatlashdik. Buning ichidagi bir qism mazmunlarni endi biz bayqagan bo'lsak-mu, tayyorlash jarayonida bayqagan masalalarni avval tayyor guruhimizdagilar muzokara qilib, bu masalami emasmi? Bu ishni kitobdan mazmundan evitish kerakmi emasmi degan yerga kelganda cho'qim avtorning, mush tadqiqotchilarning, til tadqiqotchilarining amaliga hurmat qilgan asosda biz bular bilan 3 qatim o'zaro muzokara etib bordik. Bumi bizningki mush tahrirlik xalqimizningki 3 ko'rish, 3 qatim ko'rib o'qish, eng oxirida bekitish degan qonuniy jarayonlarimizga mos keladigan jarayonlarni ishlaganligimizning natijasi deb qarayman. Ko'nrab ketgan iste'moldan qilib qolgan so'zliklarni chiqarib etdik. Bir qism koni misollarni, mush so'zlikka udil kelmaydigan misollarni ib tashib etdik. Hozirgi zamonda, bugungi kunlarda chiqqan yangi asarlardan, yangi kitob jurnallardan misollarni ilib to'lqildik. Tahrirlashga o'rlashtirilgandan tortib, buni avtonom rayonga, davlatga nuqtaliq kitob qatoriga kirgizdik. Bu 2011-yillik nuqtaliq kitob qatoriga kirgizildi. 3 qatim ko'rish, 3 qatim korrektorligini bitirish, imlosini hozirgi zamon Uyg'ur tilining imlo qoidasiga bo'ysundirish, yangi nusxasiga. Bu jihatlardagi bosqichlari to'liq ishlandi. Eng oxirida bir qatim tekshirib o'qilgandan keyin zavodga berdik. Bu jarayonga to'xtab 3 yil vaqt ketdi. Demak, bu kitobni tuzishda sizlar oz bo'lmagan xizmatlarni ishlabsizlar bo'libmi? Buning inchki halqillariga qayta-qayta selishtirish, qayta-qayta tuzitish, ilg'or lug'at tuzish usullaridan aytdi. Obdan foydalanibsizlar. Ajr qilibsizlar. Rahmat ajr. Qanday yetakchilik roliga ega? Yüksek akademiga yetakchilik rol o'ynaydigan mushafaqlar. Angishlar xarakterli kitob deb qarash bo'ladi. Hamdullah aka, hozirgi zamon Uyg'ur tilining izoh lug'ati degan bu lug'atni tuzishda sizlarga eng qiyinga to'xtagan nuqtalar qaysi? Menimcha hozirgi zamon Uyg'ur tilini tuzishda qiyin to'xtagan masalalardan bir narsa bor deb qarayman. Birinchi, hozirgi yangi barliq kelgan shairlarning nomlarining izohatini tepishni tasdiqladi.
hozir zamon uyg'ur tili izohlovtimizga kirgizilgan so'zlarning misollarini tepishda qiynaldik. Birisi biz filning darajalaridan misollari, filning darajalariga misol topmoq bektas. Bularni biz shu filning darajalarini misolini tepish uchun shu to'xtamay gazet ko'rishga, to'xtamay shu roman kitoblarni ko'rishga to'g'ri keldi. Bu shu biroz so'zniki izohatning jumla misolini bir yer tepib olsak, xuddi yadin biz bir yilqi oltin tepib olgandek aynan xush bo'lib ketdimiz. Yangi paydo bo'lgan sohalarniki shu ba'zi nimalarniki sohalarniki ko'lamlashidan paydo bo'lgan so'zlarniki misollarni topmoq shunday ta'sir keldi. Lug'atni mushunga oid bir misollarni ko'rsatib bera olamsiz? Ha, bo'ldi. Masalan biz shu yangi so'z qatorida shu uloqchilik degan shu dehqonchilikning bir turlarining kengayishi bilan paydo bo'lgan shu yangi so'zlarni lug'atimizga kirgizib izohlashda biz mushlarniki misollarini berishda qiynaldik. Masalan, uloqchi degan so'zni ko'chatlarni ulash bilan shug'ullanuvchi kishi deb izohni berib bo'lib, undan keyin shu so'zning misoliga usta tajribalik uloqchilar odatda kun qizarganda ulaydi deb shu misolni berdik. Shu misolni Allohni topqicha biz shunda qiynalib ketdik. Uloqchilik degan so'zning misolini bergichimi shu qayoqdan bir uloqchidan degan so'zdan keyin uloqchilik degan so'zning misoli chiqib qolarkan deb ko'zimiz tashna bo'lib ketadi shu materiallarni ko'rsak. Masalan, uloqchilikniki nimasini ism deb ulash bilan shug'ullanish ishi deb biz bu izohni oxirlashgandan turgandan keyin bog'vanchilik ishi uruq terish bilan boshlanib, uloqchilik bilan ravoylandi degan misolni berdik. Masalan, ba'zi ko'p ma'noli so'zlarniki, ma'nolarniki izohatini izohlab qo'yiblar. Ma'ni misol bermasangiz ilmiy bo'lmaydi. Masalan, ching degan so'z ko'p ma'noli so'z kabi. Bu so'zniki birinchi ma'nosi sifatlanib, mustahkam, chidamliq, puxta, pishiq deb buning eng dastlabki ana ma'nosini berdik. Ching degan so'zning shu raqning oldida kelish orqali shu ching degan so'zning ham sifat rolini o'ynab, mustahkam, chidamli, puxta, pishiq degan ma'nosini beradigan misoli bu. Bu so'zning ikkinchi ma'nosi sifat bo'lib, yana buni sifatni sup deb qisqartib oldik. Ilib bunga ichi ma'lum bir narsa bilan liq to'ldirilgan bo'sh yoki kavak emas, liq deb shunday izoh berdik. Izoh bergandan keyin bunga mushu ma'noga tushadigan misoldan ikkini berdik. Harva choqining yili chang degan misol. Undan keyin bunga yana qiypashsizlik berib bo'lgandan keyin hamda har qanday chog'da qo'rsoqni ching to'yg'izibla jiddiy harakatlarni qilish yaxshi emas degan misolni berdik. Misolni aniq aks ettiramiz, to'liq aks ettiramiz deb shunday qiypashsizlikdan qo'yib, undan keyin shu narsa bor. U xuddi yiqilib tushdigandeklar. Oldidagi to'mirni ching tutib oldi deb. Bu ching degan so'z shuning tutishning oldi. Ravishning oldi. Tutib olmoqning oldi bo'lib keldi. Uyg'ur tilida bunday so'zlar ko'p. Ham sifatga, ham ravishga, ham ismga, ham ravishga olib keladigan so'zlar xeli ko'p. Buni joy-joyda sharhlaymak, izohlamak, misol keltirmak qaltasiz. Bizning mushaq qilishimizga maqsad bir millatning tili, leksikasi shu millatning turmushini, tafakkurini to'liq aks ettirdi. Shunda aks ettirgan ekan bizning hozirgi zamon Uyg'ur tilining izohlovotimi shu millat tilini, yana Uyg'ur hozirgi zamon Uyg'ur tilining leksikalarining har bir ma'nolarini to'liq aks ettirib turishimiz kerak. Shunda bo'lganda bizniki bu lug'atimiz ilmiy lug'at bo'lgan bo'ldi. Mehmet aka hamda sizlarningki hozirgi zamon Uyg'ur tilining iboratida bir yirik qamus xarakterlik bir kitobni nashr qilishinglar meningcha yarga sababsiz emas. Sizlarni buningga bekodimga ajr mehnat qilib bekodimga uningga mablag' selib jumaysizlar. Cho'qim buning nashr qilishda sizlarning cho'qim o'ylagan yeringlar bor, ko'zlagan maqsadinglar bor, manzilinglar bor.
cho'qim ma'lum sohadagi odamlarningki ma'lum tarafini nishon qilib nashr qilishlardi. Unda qo'yganda shu hozirgi zamon Uyg'ur tilining izoh lug'ati degan shu lug'atningki endi shu obishti nima? Siz mush nuqtada biroz konkretroq sharhlab bakkan bo'lsangiz. Bu lug'atning o'zi endi butun Uyg'ur tili bilan so'zlashadigan, Uyg'ur tilini ishlatadigan, ehtiyoj tushadigan, ma'rif, o'qitish, axborot, nashriyatchilik, radio, televiziya, tarjima, tadqiqot, Uyg'ur tili bilan shug'ullanadigan barliq xalqimizning kishilarning kam bo'lmaydigan söz ambiri. Sözlük kelipi. Her bir aile, her bir kişi özü çokum saklaydıgan bir en güçler karakterli kitap dep qarash bo'ladi. Alhamdulillah, hozirgi zamon Uyg'ur tilining izoh lug'atininki mukammal tuzib nashr qilinishi, Uyg'ur adabiy tilini qalblashtirish, o'lcham asosida umumlashtirish, tildagi xilma-xil tushunchalarni, hukmlarni birlik keltirish, adabiy tilninki lug'at fondidan foydalanishda qanday yetakchilik roliga ega? Bir millat tilining leksikasining izoh lug'at qilib tuzilishining o'zi shu millat tilining leksikasining ilm darajasiga, yuksak darajada ilm darajasiga ko'tarilganligidan darak beradi. Shu millat leksikasining yuksak darajada muntazamlashganligidan darak beradi. Bazı maqollar yozganda kishilar mush lug'atdan dalil keltirdi. Lug'atdan foydalandi, lug'atni foydalanish jarayonida o'zining asarlariga shu lug'atning falon betida mundaq deyilgan deb naytdan chin eslab oldi buningga. Bu endi shu bir millatning tilini kamalat yetkazish, mukammallashtirish, avlodlarimizga yetkazish buni. To'g'ri oldi yetkazish, to'g'ri oldi yetkazish. Uqumlarni bir millat ichida uqumlarni birlik keltirish, atalg'ularni birlik keltirish jihatda naytdan yuksak ahmiyatga yetaklik rol o'ynaydigan mushtaqa qurol kitob. Demak, bu hozirgi zamon Uyg'ur tilining izoh lug'atininki demak, shu avomning turmushini tortib, shu fan texnik o'rinlari, madaniyat, muarif, radio televiziya sohasi ve şundaqla odatdagi turmush aloqasidami tilni to'g'ri yetkazish, to'g'ri foydalanish, to'g'ri tushunish, to'g'ri taraf yetaklash, to'g'ri asos ega qilishda buning yetakchilik rolini aytdi. Muhimkanda endi bak keladigan degan hisobda iqtisodiyotimiz yordam berdi. Qanchalik miqdordagi so'z atalib kirgizilgan. Izohning o'zi shunga yetarli. Mehmet aka, hozirgi zamon Uyg'ur tilining izoh lug'ati degan bu lug'atga qanchalik iqtisodiy kuch, qanchalik aqliy kuchning ketganligi bu ko'rinib turibdi bu kitobninki. Muqobilsiz uning so'ndirilgan ajrdan buning har bir betining loyihasini bu narsa ko'rinib turibdi endi. Undan keyin Shinjaqalik nashriyotininki bevosita selinmasdan boshqa mushu lug'atni nashr qilish deydi, davlatning qandoq mablag'ini qo'lga keltira oldinglar? O'sha hozirgi zamon Uyg'ur tilining izoh lug'ati degan asarning original bitgandan keyin davlatlik axborot nashriyat mahkamasiga bu asonliq millat nashr buyumlariga beradigan yordam ishxonasiga buni bir tur qilib yo'lladik. Yo'llagandan keyin ular ko'rib bu lug'at haqiqatan bo'ladi ekan, Uyg'ur tilininki taraqqiyoti, Uyg'ur tilining umumlashishi, Uyg'ur tilini kam Uyg'urlarning to'g'ri foydalanishiga bab keladi ekan degan hisobda iqtisodiyotdan bizga yordam berdi. Nashriyotimizmi iqtisodning qanchalik ketishidan qat'iy nazar buni sifatli yaxshi chiqarishni talab qildi. Axborot nashriyotimi bu kitobning davlat darajalik tur qatoriga kirganligidan suyunib, ularni qanchalik yordam bo'lsa biz beraylik dedi. Har tarafning qo'llashi bilan bu lug'at bugungi kunda vujudga keldi. Alhamdulillah aka, siz shu lug'atdagi har bir so'z atalg'ininki chetilish doirasi, mazmun doirasi, buningdagi bu lug'atdagi bu so'zlarniki fonetika, leksika jihati qolg'ayliklari shundaqla, buningki ishlatilish sohalarigacha
naiti pishiq bo'lsangiz kerak. Unda qolganda sizcha shu hozir zamon Uyg'ur tilining uzoq lug'atiga qanchalik miqdordagi so'z ataligi kirgizilgandi? Bizning bu yangi tuzilib nashr qilingan hozirgi zamon Uyg'ur tilining uzoq lug'ati taxminan 60 ming dak har xil so'z atalg'ini izohlab kirgizildi. Buning ichida oldingi bir tomliq Uyg'ur tilining uzoq lug'atida yo'q. Izohlagan tuzilib kirgan so'zlarning shu 7 mingdak so'z atalg'ini yanglab kirgizdik. 30 ming atrofida ma'no izohlab kirgizdik. Bu so'z emas, bir ko'p ma'noli so'zlarning birdan ortiq ma'niga ega so'zlarning ma'nisi tushib qolgan, burun berilmagan ma'nolarni to'liqlab shu 30 mingdak ma'noni izohlab ma'nolar sharhi yoki ma'nolar izohati 35 mingdak yangi jumla misoli saplandi. Ham fan texnika atalg'ilariga misol berilmadi buning ichida. Buning setida. Chunki fan texnika atalg'ilariga misol bermasima u so'zlarniki nimasi yo'q. Tusi yo'q. Fan texnika atalg'ilarining odat tusi olmaydi. Tusi olmag'achqa ularga misol berishning hojati yo'q. Ash izohning o'zi shunga yetarli. Bundan boshqa Uyg'urlarning milqiy hunar kasb atalg'ilari ashu zamonlish qarab yuzlangandan keyin radio, ma'rif, televiziya bular umumlashgandan keyin ashu nimalar hunar kasb atog'lari asta yo'qolib ketib bordi. Bu atog'larni to'plab bularni kirgizdik. 60 dak soatdan 7 mingdak Uyg'ur milliy hunarvandlik atalg'ilari izohlab kirgizildi. Hurmatli ko'rman do'stlar. Hozirgi zamon Uyg'ur tilining izoh lug'ati tilni o'lchamlashtirish, qiliblashtirish, o'lcham asosida umumlashtirish, tildagi har bir so'z atalg'ularni qiliblashtirish va til boyligidan foydalanishda zo'r ilmiy qimmatga ega. Bugungi suhbatimiz mushat oxirlashdi. Xayr xo'sh, salomat bo'ling.